Alanga tobora kengayib, bunkerning ostonasigacha yetib kelayotganini ko'rgan Mu Kang vahimaga tushib qoldi. U qo'rquvdan baqira boshladi. Uchovlon kuzatuv kameralarini tomosha qilar ekan, tashqarida haqiqiy tartibsizlik hukm surayotganini ko'rishdi. Odamlar jonini saqlash uchun har tomonga qochardi. Yana bir erkak esa qo'lidagi yonuvchi suyuqlik to'ldirilgan idishlarni uloqtirib, olovni yanada kuchaytirayotgan edi. Shu payt kamerada bir ayol ko'rindi. U yiglab, olov ichida qolgan bolasini qutqarishni yolvorib so'rardi. Bu manzara Mu Kangning g'azabini qo'zg'atdi. U jahli bilan monitorni mushtlab, bularning barchasi Dahay guruhi boshligining ishi ekanini aytdi. U odamlarni ataylab tiriklayin yoqib yubormoqchi edi. Liu Yushensyoga qarab, ularga yordam beramizmi? deb so'radi. Ammo Shensyo vaziyatni darhol tushundi. U boshliq begunoh odamlarni yem sifatida ishlatayotganini anglab yetdi. Maqsadi Shensyoni rahm-shafqat orqali bunkerdan tashqariga chiqarish edi. Tashqarida esa guruh boshligi baland ovozda baqirardi. U Shensyoni tashqariga chiqishga chaqirib, hamma joyni kulga aylantirishini aytdi. Keyin bunker qanchagacha chidashini ko'ramiz, deb masxara qildi. Bezorlardan biri bu rejani maqtadi. U olovni yanada kuchaytirish uchun ko'proq yonilg'i quyishni taklif qildi. Agar olov ichkariga yetib bormasa ham, tutun ularni bogib oldirishini aytdi. Guruh boshligi yonayotgan binoga ishonch bilan tikildi. U Shensyoni masxara qilib, "Hali ham g'alaba qozonaman deb o'ylayapsanmi? Bu jang allaqachon tugagan", dedi. Ko'cha ulkan olov dengiziga aylangan edi. Mu Kangning xavotiri yanada kuchaydi. U issiqlik devorlardan ham otib ketishini aytdi. Agar olov bo'lmasa ham, kislorod tugab, baribir halok bo'lishlarini tushuntirdi. Ammo Shensyo mutlaqo xotirjam edi. U bunday bunker qurayotib, zamonaviy yong'indan himoya tizimini o'rnatmaslikni ahmoqlik deb aytdi. Shundan so'ng stol ustidagi qizil tugmani bosdi. Bir lahzada bunker ichidagi himoya tizimi ishga tushdi. Tom va devorlardan kuchli suv purkagichlar chiqib keldi. Ular suv bilan birga ichida yashil kapsulalar bo'lgan oqimni olov tomon ota boshladi. Kapsulalar yerga tegishi bilan yorilib ketdi. Ichidan qalin kopik chiqib, olovni juda tez o'chira boshladi. Mu Kang buni ko'rib hayratdan qotib qoldi. U bu harbiylar foydalanadigan nanoaerokel moddasi ekanini tanidi. So'ng oddiy odam bunday yuqori darajadagi uskunani qayerdan topganini hayrat bilan so'radi. Liu Yu ham uning yonida indamay turardi. U ham ko'rganlardan qattiq hayratga tushgan edi. Tashqarida esa Dahay guruhi boshligi rejasining barbod bo'lganini ko'rib ishona olmadi. Shunga qaramay, u mag'lubiyatni tan olishni istamadi. U ilgor himoya tizimini Shensyoning oxirgi umidsiz urinishi deb masxara qildi. Shundan so'ng guruh boshligi odamlarga olovga yana yonilg'i tashlashni buyurdi. Ammo kopik alangani hayratlanarli darajada tez o'chirishda davom etardi. Boshliq qancha baqirmasin, natija o'zgarmadi. U yong'inni o'chiruvchi modda baribir bir payt tugaydi, deb ishonardi. Ammo uning odamlari xavotirga tusha boshladi. Ulardan biri: "Boshliq, yonilg'imiz deyarli tugab qoldi. Kopikdan taralayotgan bu galati oq tuman esa men ilgari hech qachon ko'rmagan narsaga o'xshaydi", dedi. Shu payt Shensyo bunker ichidan ovoz kuchaytirgichni oldi. U dushmanlarni yanada jahli chiqarishga qaror qildi. Uning ovozi butun ko'chaga jaranglab tarqaldi. U masxara ohangida: "Gugurt bilan o'ynab bo'ldingmi? Agar jurating yetsa, ichkariga kir, hatto senga muzdek ichimlik ham beraman", dedi. Bu gap guruh boshligini yanada quturdirib yubordi. Tizim yana undan 888 ta gazab ballini yigib oldi. Olov ham, kuch ishlatish ham foyda bermaganini anglagan boshliqning chehrasi o'zgardi. U endi Shensyoni shunchaki oldirishning o'zi yetarli emas deb o'yladi. Labida shafqatsiz tabassum paydo bo'ldi. U iflos usulni tanladi. 2 nafar qo'shnini ushlab, qo'loyog'ini bog'latdi va garov sifatida ishlatishga qaror qildi. Shensyo esa bu manzarani sovuqqonlik bilan kuzatib turardi. Shundan keyin guruh boshligi tahdid qilishni boshladi. U garovdagilarni ko'rsatib, "Bularning azob chekayotganiga faqat sening xudbinliging sababchi", dedi. Qo'rqib ketgan qo'shnilardan biri yiglab yubordi. U baland ovozda: "Hammani shu baloga sen boshlab kelding. Guruhni gazablantirib, bizni ham halokatga duchor qilding", deb baqirdi.
Bu gap Mukangni ham gazablantirdi. U guruh boshligini so'kib, tashqariga chiqib jang qilishni taklif qildi. Ammo boshliq tahdidini yanada kuchaytirdi. Agar bunker eshigi ochilmasa, garovdagilarni bittadan oldirishini aytdi. Shen Xiao derazadan qarab turarkan, garovdagilar orasida Van amaki borligini payqadi. Shu zahoti oldingi hayotidagi bir voqea yodiga tushdi. O'sha paytda Van amaki unga "Tirik ekansan, hech qachon umidingni yo'qotma" degan edi. Shen Xiaoning ko'zlari qat'iyat bilan toldi. U sheriklariga qarab, "Mukang, sen shu yerda qol. Liu Yuni himoya qil. Guruh boshligi bilan esa ozim hisob-kitob qilaman" dedi. Shundan so'ng u bunkerning xavfsizligini ortda qoldirib, asta-sekin sonib borayotgan alangalar orasidan yurib chiqdi. Oxiri u raqibi bilan yuzma-yuz turdi. Shen Xiao qat'iy ohangda: "Bizning hisob-kitobimiz faqat ikkimizning o'rtamizda. Begunoh odamlarni bunga aralashtirma" dedi. Guruh boshligi kulib yubordi. U Shen Xiaoni nihoyat oz toshbaqa qobiga dan chiqqani uchun masxara qildi. "So'ng pulimni ham, suvimni ham qaytar. Shunda garovdagilarni qo'yib yuboraman" dedi. Ammo bu gap Shen Xiaoni zarracha ham ta'sirlantirmadi. U kulimsirab: "Men qahramon bo'lishni istamayman. Bunday narsalarga umuman qiziqmayman" dedi. Keyin u davom etdi: "Bu urush janjal ham jonimga tegdi. Keling, masalani bitta garov bilan hal qilamiz." Shen Xiao guruh boshligining butun boyligi qimor orqali yigilganini yaxshi bilardi. Shuning uchun u katta garov taklif qildi. "Agar men yutqazsam, qo'limdagi hamma narsa seniki bo'ladi. Ammo men yutsam, Van amakini qo'yib yuborasan va butun guruhing bilan bu yerdan ketasan." Guruh boshligi qahqah otib kuldi. U bu taklifni mamnuniyat bilan qabul qildi. Stol ustiga qadoqni qattiq urib qo'yib: "Faqat bitta raund. Katta yoki kichik. G'olib hammasini oladi" dedi. Shen Xiao ham oz qadoqini qo'liga oldi. U ishonch bilan: "Men kattaga tikaman" dedi. Shu tariqa hal qiluvchi qimor boshlandi. Ikkalasi ham xuddi haqiqiy professional qimorbozlardek holat oldi. Dahay guruhi boshligi qadoqni bor kuchi bilan silkitdi. Shen Xiao ham undan qolishmay, xuddi shunday qildi. Bir vaqtning o'zida ikkisi ham qadoqlarni stolga urib qo'yishdi. Hech kim bilmasdi, ammo guruh boshligi yashirincha qadoq ichidagi maxsus tugmani bosgan edi. Bu tugma magnitni ishga tushirib, zarlarni o'zi xohlagan tomonga burardi. O'zini allaqachon g'olib deb hisoblagan boshliq qadoqni ochdi. Ichida 3 ta oltilik turardi. U mag'rurlanib: "Men yutdim" deb baqirdi. Ammo Shen Xiao xotirjam kulib: "Shoshilma. O'yin hali tugagani yo'q" dedi. Hech kim sezmagan holda u fazoviy kesish qobiliyatidan foydalangan edi. Bu kuch bilan u oz zarlarni mayda bo'laklarga bo'lib yuborgan edi. Shen Xiao qadoqni sekin ko'tardi. Hazillashib: "Sening zarlaringning sifati unchalik yaxshi emas ekan" dedi. Buni ko'rgan hamma hayratda qoldi. Chunki uning qadogi ostidagi zarlar soni go'yoki ko'payib ketgandek edi. Garovdagilar ham bunga ishona olmadi. Ular qanday qilib yengilmas deb o'ylagan guruh boshligining natijasi ortda qolganini tushunisha olmadi. Bolaklarga ajralgan zarlarning barcha tomonlari hisoblanganda jami 21 ochko chiqdi. Bu esa boshliqning mukammal 18 ochkosidan ham yuqori edi. Natijani ko'rgan guruh boshligi qotib qoldi. Shen Xiao esa sovuq ohangda: "Sen yutqazding" dedi. Shen Xiao darhol garovdagilarni qo'yib yuborishni talab qildi. Ammo guruh boshligi mag'lubiyatni tan olishni istamadi. U gazabdan quturib: "Sen firibgar ekansan. Aldab yutding" deb baqirdi. Bu kuchli gazab tufayli tizim yana 500 ta salbiy hissiyot ballini yigib oldi. Boshliq garov shartlarini butunlay unutdi. U qo'lidagi katta pichoq bilan Shen Xiaoga tashlanib: "Seni hozir oldiraman" deb baqirdi. Garovdagilar dahshat ichida bu manzarani kuzatishardi. Shen Xiao esa buni o'z qobiliyatlarini sinab ko'rish uchun yaxshi imkoniyat deb bildi. Boshliq zarba berishga oz qolganida, nimadir uning quloqi yonidan hushtak chalib uchib o'tdi. U beixtiyor to'xtab qoldi. Keyingi lahzada ko'zdan yosh chiqaruvchi gaz bombasi portladi. Atrofni qalin tutun qopladi.
yo'tal va sarosima ichida guruh boshlig'i odamlarga uni toping, qo'lga oling, deb buyruq berdi. Tutun asta-sekin tarqaldi. Shen Xiao esa ularning ro'parasida mutlaqo xotirjam turardi. Boshliq uni ko'rsatib, "Oq o'zing, darhol oldiring", deb baqirdi. Bir zumda unga qarata o'nlab oqlar uchib keldi. Lekin shu payt havoda sirli binafsha rang fazoviy yoriq paydo bo'ldi. Undan chiqqan energiya tigi osmonda yashin kabi uchib, qurollangan bezorilardan birini bir zarbada yakson qildi. Bu manzarani ko'rgan guruh boshlig'i hayratdan tilsiz qoldi. Shen Xiao esa zarracha ham jarohat olmagan holda sovuqqonlik bilan turardi. Umidsizlikka tushgan boshliq raketa otkichni qo'liga oldi. U baqirib, "Qanchalik kuchli bo'lma, bu quroldan omon qololmaysan", dedi. So'ng raketani to'g'ridan to'g'ri Shen Xiaoga qarata otdi. U qichqirib, "Sen olsang, barcha boyliging va zaxiralaring bizniki bo'ladi", dedi. Xuddi shu onda tizimdan xabar paydo bo'ldi. Shen Xiaoning oldida fazoviy to'siq hosil bo'ldi. Raketa shu zahoti to'xtab qoldi. Energiya qalqoni ortida Shen Xiao xuddi hech narsa bo'lmagandek xotirjam turardi. Qalqonning bosimi shunchalik kuchli ediki, raketa asta-sekin yorila boshladi. Oradan bir necha soniya o'tib, u mayda bo'laklarga parchalanib ketdi. Guruh boshlig'ining badanini sovuq ter bosdi. U bunday qudratni ko'rib mutlaqo ishona olmadi. Shen Xiao masxarali kulimsirab, "Nima bo'ldi? Yutqazganing uchun bergan va'dangni buzmoqchimisan?" dedi. Shu payt yana bir raketa unga qarab uchib keldi. Ammo Shen Xiao hatto joydan ham qimirlamadi. U fazoviy kesish qobiliyatini ishga soldi. Bir lahzada raketa havoning o'zida mayda bo'laklarga bo'linib ketdi. Xullas jigarlarim, endi 8 qism Telegram kabalimda 222 ta bo'lgan kunim chiqadi. Shunga Telegramga otib obuna bo'p qo'yarsizlar. Kanal silkasini kommentariya opsiyasiga yozib qo'ydim. Agar shunga ham erinsangi videoda chiqib turgan sozlarni Telegramda qidiruvda yozsangiz chiqadi.